Aziz do'stlar, siz bilgan va ishonch bildirgan Umbem klinikasi endi sizga yanada yaqinroq. Biz yangi filialimizni ochdik. Shu sabab yangi klinikamizda turli xil xizmatlar uchun 20% gacha chegirmalar taqdim etamiz. Marhamat, klinikamizga kelib, o'zingiz va yaqinlaringiz sog'lig'iga g'amxo'rlik qiling. Bizning yuqori malakali shifokorlarimiz quyidagi sohalarda xizmat ko'rsatishadi: stomatologiya, ginekologiya, terapiya, lor, jarrohlik, pediatriya, urologiya, UZI va boshqa yo'nalishlar. 5000 dan ortiq turdagi laboratoriya tahlillari olinadi hamda eng yuqori sterilizatsiya darajasi o'tkaziladi. Bizning manzil Moskva shahri, VDNX metro bekati, Kondratyuk ko'chasi 2. Telefon raqamimiz 8 925 103 22 55. Mutaxassis ko'rigiga oldindan yozilishni unutmang. Umbem klinikasi. Biz sizning sog'lig'ingiz uchun qayg'uramiz. Keyingi bir hafta davomida Ukrainlar Grodniyga uyushtirilgan zarbaga bizning qattiq javobimizni his qiladilar, dedi Ramzan Qodirov. Bizning hujumlarimiz tinch aholi yashaydigan joylarga emas, balki harbiy terrorchilik obyektlariga qaratiladi, dedi Checheniston rahbari. Ukraina droni 5-dekabr tongida Checheniston poytaxtidagi Grozny City kompleks minorasidan biriga hujum qilgan. Zarbaga uchragan osmono'par binoda Checheniston xavfsizlik xizmati, hududiy turizm vazirligi, adliya vazirligi, hisob palatasi hamda Yedinaya Rossiya partiyasining saylov komissiyasi va qabulxonasi joylashgan. Shuningdek, ushbu binodan bir necha 10 metr masofada Federal xavfsizlik xizmatining hududiy boshqarmasi ofisi bor. Ukrainadagi monitoring kanallar aynan shu boshqarma dron nishoni bo'lganini, ammo u radioelektron kurash vositalari ta'sirida nishondan olib ketganini taxmin qilishgan. Qo'shma Shtatlarning asosiy manfaati Ukrainadagi harbiy harakatlarning to'xtatilishidan iborat. AQSh milliy xavfsizlik rejasi. Rejaning boshqa bandlari. Yevropadagi eng muhim yo'nalish Rossiya bilan muhim barqaror aloqalarni tiklash. AQSh NATOning doimiy kengayib boruvchi alyans sifatida qabul qilinishini istamaydi. AQSh Yevropa davlatlari o'z mudofaasi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishni xohlaydi. AQSh endi Yaqin Sharqni o'z siyosatining asosiy yo'nalishi sifatida ko'rib chiqmaydi. Hind Tinch okeani mintaqasi bu asrning eng muhim geosiyosiy va iqtisodiy raqobat maydonlaridan biri bo'ladi. AQSh Xitoy bilan savdoni faqat muhim bo'lmagan mahsulotlar bilan chegaralash kerak. Biz 8 ta urushga barham berdik. Rossiya va Ukraina urushini ham to'xtatamiz, dedi AQSh rahbari. Biz butun dunyoda tinchlikka erishmoqdamiz. Biz 8 ta urushga barham berdik. Yana bittasini tugatamiz. Bu Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urush. O'ylashimcha, oxir-oqibat bunga erishamiz. O'tgan hafta 8000 nafar askar halok bo'ldi. O'tgan oyda esa ularning 27000 nafari esa behuda o'ldirildi. Bunga chek qo'yishimiz kerak. Buning ustida juda jiddiy ishlayapmiz, dedi Donald Trump. Ukraina bo'yicha kelishuv yaqin haftalarda imzolanishi mumkin. AQSh vitse-prezidenti. Umid qilamanki, yaqin bir necha hafta ichida bu yo'nalishda yaxshi yangiliklar paydo bo'ladi, dedi J.D. Vance. Rossiya qurolli kuchlarining sobiq bosh qo'mondoni Vladimir Chirkinning ta'kidlashicha, Rossiya Ukraina bilan urushga tayyor bo'lmagan. Shuning uchun urush 3 kunga emas, 4 yilga cho'zilmoqda. Ular Ukraina kuchiga kam baho bergan, pisand qilishmagan va o'z kuchlarini haddan tashqari yuqori baholashgan, dedi Chirkin. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya tashqi razvedka xizmati Kremlga ukrainaliklarning 70% Rossiyani qo'llab-quvvatlashiga, atiga 30% esa unga qarshi chiqishiga ishontirgan. Aslida esa variant butunlay boshqacha bo'lib chiqqan. Yevropa yetakchilari Zelenskiyni AQSh bilan ehtiyotkor bo'lishga chaqirishdi. Chunki bu Kreml bilan muzokaralarda Ukraina va Yevropaga xiyonat qilinishi mumkin deb xabar beradi Der Spiegel nashri. Nashr Florida muzokarasidan keyin bo'lib o'tgan Yevropa yetakchilari o'rtasidagi suhbatga iqtibos keltiradi. Unda Macron, Merz, Stubb, Tusk, Meloni, Rutte, Ursula von der Leyen va boshqalar ishtirok etgan. Suhbatda Macron Washington hududiy masalaga aralashishi va Ukraina xavfsizlik kafolatlarini rad etishi mumkinligi haqida ogohlantirgan. Finlandiya rahbari Stubb o'z navbatida Zelenskiyni Kushner va Uytkov bilan yolg'iz qoldirmaslik kerakligini qo'shimcha qildi. Merz esa Ukraina rahbarini kelgusi kunlarda ehtiyotkor bo'lish kerakligini ta'kidladi. Chunki AQSh ham siz bilan, ham biz bilan o'ynayapti degan.
Vladimir Putin Uyutkov va Kushner bilan uchrashuv haqida hazillashdi. Jurnalist: 5 soat Uyutkov va Kushner bilan 5 soat gaplashdingizmi? Putin: ha, men yolg'iz edim. Bu qanchalik g'alati ekanligini tasavvur qilyapsizmi? Shuningdek, Rossiya rahbari suhbatni zarur, aniq va puxta deb atagan. Isroil ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, yil oxiriga qadar minglab ukrainalik qochqinlar Isroildan deportatsiya qilinishi mumkin. Nashrning xabar berishicha, ularning 2022-yildan beri amalda bo'lgan va mamlakatda yashash va ishlashga imkon beruvchi guruh himoyasi maqomi dekabr oyida tugaydi va Isroil rasmiylari uni uzaytirmaslik to'g'risida hali qaror qabul qilmagan. Friedrich Merz AQShga Rossiyaning mudlatilgan aktivlarini berishga qarshi chiqdi. Germaniya federal kansleri Friedrich Merz Yevropa ittifoqida mudlatilgan Rossiya aktivlarini AQShga topshirish variantini rad etdi. Ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, bu masala Ukraina bo'yicha Donald Trump ilgari surgan tinchlik muzokarasi doirasida muhokama qilingan. Bu pullar Ukrainaga borish kerak, dedi Germaniya hukumati rahbari.